Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2-noyabr migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid navbatdagi yangiliklar bilan tanishing. Rossiyaga xalqaro avtobus tashuvchilari ogohlantirildi. Moskvada muhojirlar ommaviy janjal uyushtirishdi. Sankt-Peterburgda 2025-yil boshidan beri migrantlar soni 25% ga kamaydi. Moskva sudi kvartira ijaralari faqat slavyanlarga beriladi degan e'lonni tarqatishni taqiqladi. Chernogoriyada turklarga qarshi namoyishlar boshlandi. 9 yoshlik O'zbekistondan bo'lgan qizcha mashhur modelga aylandi. Ana endi qulayroq o'rnashib oling migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishish uchun. Rossiyadagi xalqaro avtobus tashuvchilar 25% ga yaqini ular o'zbekistonliklar, ya'ni oq ukalarimiz. Biroq bu oq ukalarimiz migratsiya qoidalariga amal qilmasligi oqibatida Rossiyaga kirishi man etilgan shaxslar ro'yxatiga tushib qolishyapti. Shuning uchun bularga bir qator ogohlantirishlar bor. Bular quyidagilar. Ya'ni bu qoidalarni buzmasdan Rossiyaga muntazam kelib ketish mumkin. Bular diqqat bilan eshiting. Bu chegarada kirib kelayotganda migratsion kartani to'g'ri to'ldirish, ya'ni maqsadni turizm emas, ko'pchilik oqlar ham turizm belgilab qo'yishadi. Bunday emas, slujebniy yoki tranzitni ko'rsatish kerak. Ya'ni kirib ketadigan bo'lsangiz. Rossiya kirgandan keyin 15 kun ichida обязательный migratsion ro'yxatga o'tish kerak, ya'ni registratsiya qilib olish kerak. Ko'pchilik okapkalar adashishadi. Shu yerda men Rossiyaga kirib ketaman, 20 o'rtacha 30 kun bu yerda bo'laman. Menga registratsiya kerak bo'lmaydi deb. Siz Rossiyaga kirib kelyapsizmi? Bu yerda 15 kundan oshiq qolmoqchimisiz yoki kirib ketishingiz vaqtingiz 15 kundan oshiq bo'ladimi? Albatta siz migratsiya ro'yxatidan qayt qilingan bo'lishingiz kerak, ya'ni registratsiyaga qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bironta общежитие topib, hostel topib bu yerga joylashib, bir kun yarim kun turib o'sha yerga bu ro'yxatdan o'tib olganingiz to'g'ri bo'ladi. Yana ko'pchilik okapkalarimizga qo'yiladigan xato bu 365 kun ichida 90 kundan oshiq muddat Rossiya hududida patentsiz, ya'ni asossiz bo'lib qolishadi. Siz hisoblashingiz kerak, umumiy Rossiyada bo'lgan davringiz 1 yil mobaynida 90 kundan oshib ketmasligi kerak. Yana keyingi masala, yo'llarda politsiya xodimlari tomonidan sizga tuzilgan ma'muriy bayonnomalar, jarimalarni o'z vaqtida to'lashingiz kerak. Bu 2 oydan o'tib ketadigan bo'lsa, yana keyin kelib ketganimda to'layman yoki keyinchalik to'lab qo'yaman desangiz, bu rekvizit eskirgani hisoblanadi. Mana shu rekvizit bo'yicha to'lovni amalga oshira olmaysiz. Shuning uchun vaqtida mana shu shtraf yozildimi, bu shtrafni to'lab qo'yganingiz, ya'ni umumiy muddatda 2 oydan kechikmasdan mana shu jarimani to'lab qo'yganingiz to'g'ri bo'ladi. Moskva shahrida migrantlar ommaviy mushtlashuv keltirib chiqarishdi. Kommunarka tumanidagi Prashkina turar joy majmuasida chet ellik ishchilar o'rtasida mojaro haqida guvohlar shunday xabar beradi. Jabrlanganlar bor va bir necha migrantlar politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Bir necha muhojirlarga esa bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ko'ryapmiz, bu yerda kimga foyda-yu, kimga ziyon. Shuning uchun mana shu ommaviy mushtlashuvlardan do'stlar iloji boricha uzoqda bo'linglar. Mana shunday hodisaga ko'z tushib qoladigan bo'lsa, bu yerga yaqinlashmanglar. O'sha Rossiya xavfsizlik xizmati sizni mamlakatdan majburiy chiqarib yuboriladi. Bunday holatda umrbodlik taqiq qo'yadi. Bu yerda shu ommaviy mushtlashuvga qatnashgan ham, bu yerda turganlar ham shu yerda ishtirokchi hisoblanadi va mamlakatga umrbodlik qo'yilmaydi. Shuning uchun joylarda ogoh bo'ling. Birgina Sankt-Peterburg shahrida 2025-yil boshidan beri migrantlar soni 25% ga kamaydi. Migrantlarning ro'yxatdan olib tashlanganlar soni 22% ga ko'paygan va muhojirlarga benji, RVP berish ham ancha kamaygan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Bu haqda video ostida kommentariyada fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Hozirgi vaqtda benji, RVP rasmiylashtirish, Rossiya fuqaroligini olish yoki mamlakatda bo'lish ayni muddaomi yoki yo'q? Shular haqida yana qaytaraman, video ostida izohlaringiz bo'lsa qoldiring. Moskva sudi kvartira ijaralari faqatgina slavyanlarga beriladi degan e'lonni tarqatishni taqiqladi. Bunaqa e'lon Telegram kanallaridan birida paydo bo'lgan edi. Sud bu e'lonni millat yoki din e'tiqodiga nisbatan kamsituvchi alomatlari bor deb topgan va bu e'lonni taqiqlagan. Avval Moskva sudi ham internetda Только для slavyan deb yozilgan ish ijara e'lonlarini tarqatishni ham taqiqlagan edi. Do'stlar, ko'ryapmiz, joylarda hali ham mana shu millatchilik bor. Rossiya fuqarolarigagina beriladi bu kvartira. Mana shu chet el fuqarolariga taqiqlanadi va hokazo. Endi to'g'ri bo'lishi mumkin, bu uy egalari ham qo'qishlari, hozircha unday emas-ku. Joylarda migratsiya qonunchiliklari tiklangan, muhojirlar avvalgidek rezina kvartiralarda yashashdan tark etishgan. Bu fuqarolardan ko'ra kerak bo'lsa chet elliklar afzalliklarini ko'p holatlarda bilishadi. Hozir ko'ryapmiz, migratsiya qonunchiligi ancha kuchaygan. Avvalgidek tartibsizlik keltirib chiqarilmaydi. Shuning uchun
Mana shunday e'lonlar ko'rib qolsangiz, ahamiyat bermang, sud birma-bir bu e'lonlarni taqiqlayapti. Bo'lishi mumkin uy egasi bunga qarshi bo'lishi, lekin bunday e'lonlar ancha kamayadi. Chernogoriyada turk fuqarolariga qarshi namoyishlar boshlandi va bu yerda odamlar yaqinda bir turk fuqarosini mahalliy aholiga hujumidan so'ng keltirib chiqarishyapti va turk biznesini ta'sirini kuchayishiga ham qarshi chiqishyapti. Namoyishchilar turklar ketinglar degan shiorlar bilan hukumatdan qat'iy chora ko'rishni talab qilishyapti. Shuning uchun joylarda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Biz ham mana shu turk fuqarolariga qisman o'xshab ketamiz. Shuning yana qaytaraman, joylarda ogoh bo'ling. Siz mana shu millatchilarga duch kelib qoladigan bo'lsangiz, siz O'zbekiston fuqarosi ekanligingiz, hozirda o'zbekistonliklar bilan hech qanday Rossiya o'rtasida konflikt chiqmaganini aytishingiz mumkin. Dog'istonda majburan tilanchilik qilgan o'zbekistonlik 9 yoshli qiz mashhur modelga aylandi. Marhabo ismli qiz otasi deportatsiya qilingandan keyin onasi bilan uysiz va pulsiz qolishgan. Va ona bola tirikchilik qilish uchun ko'chaga tilanchilik qilishga majbur bo'lishgan. Bir sayyoh Marhaboni suratini olib internetda joylashtirgan, qizcha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketgan. Shundan keyin uni bolalar kiyimlari reklamasiga model sifatida ishtirok etishga juda ko'p takliflar kelib tushgan. Axir bizni yaratganning va'dasi bor. Qiyin vaqtlardan keyin yaxshi kunlar keladi. Mana shu qizchaning misolida buni ko'rish mumkin. Yaratganning va'dasi amalga oshmay qolmaydi. Do'stlar, hammangizdan Alloh panohda bo'linglar. Yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylashimcha sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.